Ko'chmas mulk, uy, kvartira, noturar joy xarid qilayotganda firibgarlardan ogoh bo'ling va quyidagilarga e'tibor qarating. Oldindan pul bermang. Qurilishi tugallamagan ko'chmas mulk yoki qurilish tugallangan, lekin hujjatlari to'liq bo'lmagan yoxud hujjatlari umuman bo'lmagan ko'chmas mulk uchun oldindan pul bermang. Agarda qurilish tugallamagan ko'chmas mulk uchun quruvchiga oldindan qisman pul bergan taqdiringizda quruvchi pudratchi tashkilot bilan notarial tartibda zakalat shartnomasi rasmiylashtiring. Sotuvchiga kelishilgan pulni faqatgina oldi sotdi shartnomasini imzolash arafasida notarius huzuriga kirishdan oldin topshiring. Tilxatga ishonmang. Ko'chmas mulk sotib olganligingiz haqidagi tilxat va o'zaro kelishilgan boshqa hujjatlar rasmiy hujjat hisoblanmaydi va bular bilan egalik huquqingiz isbotlanmaydi. Ko'chmas mulk taqiqda bo'lishi mumkin. Ko'chmas mulkda taqiq mavjud emasligiga, soliq va boshqa majburiy yig'imlardan qarzdorligi mavjud emasligiga ishonch hosil qiling. Ko'chmas mulk sotib olinganida albatta notarial tartibda oldi sotdi shartnomasi rasmiylashtirilishi kerak.